بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, bugun Allohdan madad so'ragan holda Alloh subhanahu va taolani Ar-Rahman Ar-Rahim ismi sifatlari orasida suhbatlashamiz. Alloh taoloni Ar-Rahman Ar-Rahim ismi Qur'onda juda ham ko'p o'rinda zikr qilinadi. Xossatan har bitta surani boshida mana shu ism sifatlar keladi. Bismillahir Rohmanir Rohim deb har bitta sura boshlanadi. Illa Tavbadan tashqari. Allohning huzurida bu ismni sha'ni nihoyatda ulug'. Hattoki o'sha Ummul Kitob bo'lgan Fotiha surasida Alhamdulillahi Robbil alamindan keyin Ar-Rahman Ar-Rahim deb keladi. Biz bilamizki, Fotiha surasida Alloh taoloning eng ulug' ismlari zikr qilingan. Bu ismlarni ichiga qolgan ismlari kirib ketadi. Shuning uchun Ar-Rahman Ar-Rahim ismini ichiga butun rahmat ismlari, butun go'zal ismlar o'zi kirib ketadi deyiladi. O'zi Alloh kim deb savol berilsa, u Ar-Rahman Ar-Rahim deyish o'zi kifoya qiladi deydi ulamolar. Xuddiki Alloh taolo bir oyatda aytgani kabi, Huvallohullazi la ilaha illa hu alimul g'aybi vash shahada huvar-Rahmanur Rahim. Alloh undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot, g'ayb bo'lgan narsani va oshkora bo'lgan narsalarni bilguvchi va u Ar-Rahman, eng mehribon, Ar-Rahim, eng rahmli bo'lgan zot. Va boshqa oyatda va ilahukum ilahu vahid la ilaha illa huvar-Rahmanur Rahim. Sizlarning ilohinglar yakka iloh, undan o'zga iloh yo'q va u Ar-Rahman Ar-Rahim, nihoyatda mehribon va o'ta rahmli bo'lgan zot. Va boshqa oyatda tanzilun minar-Rahmanir Rahim, ya'ni kitob Qur'on eng rahmli bo'lgan, eng mehribon bo'lgan zot tarafdan nozil bo'ldi. Endi bu ikki ismni ma'nosi haqida suhbatlashadigan bo'lsak, va farqi, nimada farqi? Ya'ni Ar-Rahman ismi nimaga dalolat qiladi? Ar-Rahim ismi nimaga dalolat qiladi? Ar-Rahmandagi Allohning rahmati butun xaloyiqni o'z ichiga oladi. Bunga mo'min ham, kofir ham, fojir ham, solih kishi ham, yaxshi yomon hamma kiradi. Hattoki hayvonotlar bo'ladimi, jinlar dunyosi hammani qamrab olgan bu rahmat Alloh taoloni. Alloh taologa osiy bo'lgan kishilar, Alloh taoloni so'kkan kishilar, odamlar, insonlar ham, Alloh taologa kufr keltirganlar, noshukur bo'lganlar ham Allohning ne'matini yeydi. Alloh yaratgan bu dunyoda yashaydi, undagi lazzatlardan foydalanadi, farzand ko'rishadi, turmush quradi, to'g'rimi? Hammani shuning uchun qamarib olgan degani bu rahmat. Lekin Ar-Rahim ismi bu xos bo'lgan rahmat Alloh taoloni. Bu faqatgina mo'min bandalari uchun qo'llanilar ekan. Va kana bil mu'minina rahima dedi Alloh taolo. Va u mo'minlarga o'ta rahimlidir. Allohning bu rahmati, xos bo'lgan rahmati nimada ko'rinadi deyiladigan bo'lsa, bir bandasini gunohlariga tavba qilib iymonga kelishiga tavfiq berishida va u bandasi to'g'ri yo'lda, hidoyatda sobit qadam turishligi, har qanaqa musibatlarga sabr qilib toki joni uzilgungacha mana shuni ustida sobit turishligida mana shu narsada ko'rinar ekan. Allohning rahmatini kengligi. Va rahmati wasi'at kulli shay dedi Alloh taolo. Rahmatim hamma narsani qamrab olgan dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilarki, Alloh taolo 100 ta rahmatni yaratdi va shundan bir qismini yer yuziga, jinlar bilan insonlarga ustiga nozil qildi. Sochildi, ya'ni bu rahmat hammaga. Insonlarga ham, jinlarga ham, hayvonot dunyosi, hasharotlar, hamma narsaga. Mana shu tufayli hammani orasida hamdardlik bor, o'zaro rahm shafqat bor. Hattoki hayvonlar o'zini bolalariga rahm qiladi. Va qolgan 99 ta rahmatini Alloh o'zi huzurida saqlab qo'ydi. Kim uchun? Qiyomat kuni mo'minlar uchun. Qarang, Imom Buxoriyda bir hadis keladi. Unda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga asrga tushgan odamlarni taqdim qilib ko'rsatishadi. Shuni orasida bir ayol bolasini qidirib yurgan bo'ladi. Yo'qotib qo'ygan bolasini. Kuzatib tursalar, haligi chaqalog'ini topganidan keyin bag'riga bosib emizish boshlaydi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu ayolga ishora qilib sahobalarga aytadilarki, shu ayolni o'zini farzandini oloviga uloqtirishiga nima deysizlar deganlarida, yo'q deyshadi sahobalar.
Allohga uloqtirmaydi deyishadi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohu arhamu bi ibadihi min hadihi li waladiha. Alloh bandalariga bu ayol o'zini farzandiga bo'lgan rahmidan ko'ra rahmliroq deydi. Ya'ni Alloh arhamur rohimin bo'lgan zot, rahmlilarni eng rahmlisi degani. Undan rahmliroq hech kim yo'q. Ayrim odamlarni uchratasiz, ularni gunoh, ma'siyat ustida ko'rsangiz va ularga ozgina va'z qilib, ularga da'vat qiladigan bo'lsangiz, ey Allohdan qo'rqin, og'ir gunoh bu deb qiyomat kunini eslatsangiz, haligi odamlarni ey Allohning rahmati keng, Alloh kechirimli, o'ta rahimli, Allohni rahmati hamma narsani qurshab olgan degan gaplarni eshitasiz. Ya'ni oyatlardan, hadislardan keltirishadi va aytishadiki, biz Allohning rahmatidan umidvormiz deyshadi. Vaholanki Alloh bir oyatida aytadiki, "Va rahmati wasi'at kulla shay." Rahmatim hamma narsani qurshab olgan. "Fasa'aktubuha lillazina yattaqun." Men uni taqvodorlar uchun vojib qildim deydi. Taqvodorlar uchun. Inson shunchaki Allohning rahmatidan biz umid qilamiz deyishi bilan rahmatga tushib qolmas ekan. "Fasa'aktubuha lillazina yattaqun va yu'tuna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun." Yu'tuna zakata bu yerda zakot berish emas, balki poklanish ma'nosida, chunki makki oyat bu. Ya'ni shirkdan poklanganlar, e'tiqodlaridagi botil tushunchalardan poklangan kishilar, taqvo qilgan kishilar va Allohning oyatlariga iymon keltirgan kishilar. Mana shularga Allohning rahmati deyapti. Shunchaki masalan gunoh ma'siyatda yursa ham Allohning rahmati keng, o'zi kechiradi deyish bilan ish bitmas ekan. Bu masalani boshqa bir oyatda eslasak ham bo'ladi. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatalloh. Albatta deydi Alloh taolo, iymon keltirganlar, hijrat qilganlar va Alloh yo'lida jihad qilgan kishilar, mana o'shalar Allohning rahmatidan umid qilgan kishilar deydi. Allohu g'afurur rahim. Qani Allohning rahmatidan umid qilgan kishilar deb Alloh kimlarni sanadi? Iymon keltirganlar. Buning ichiga barcha iymon rukunlari kiradi. Iymon taqozo qilgan amallar kiradi. Xoh bu qavli bo'lsin, fe'li bo'lsin, tana a'zolaridan qilinadigan hamma amallar kiradi. Va hijrat qilgan kishilar, ular mol dunyosidan voz kechgan, uyidan voz kechgan, o'z vatanidan voz kechgan, yaqinlaridan uzlatda chiqib ketgan odam nima qilib dinini saqlab, diniga siquv bo'lgan joydan dinga kengchilik bo'lgan joyga komfortini tark qilib hijrat qilgan odamlar. Ya'ni katta qurbonlik bor bu yerda. Va Alloh yo'lida jihad qilganlar deganda, bu jihodda endi martabalari 4 ta martaba bor. Buni bilamiz. Inson nafsi bilan jihad qiladi, shaytonga qarshi jihad qiladi. Ilm o'rganish ham bir jihad, amal qilish bir jihad, da'vat qilish va shu bilan birga din dushmanlariga qarshi jang maydonida urushish jihodi. Oliy bo'lgan martaba. Mana bu amallarni qilgan kishigina bu yerda Allohning rahmatidan umid qilgan kishi deyapti Alloh taolo. Ya'ni Allohning rahmatidan shunchaki divanda yotib, bir umid qilib yotilmas ekanda. Alloh bir rahmatidan umidvormiz. Dunyoviy masalada insonlar juda yaxshi tushunadi bu ma'noni. Ya'ni hech kim ishlamasdan yotib umid qilaman, Alloh pul berib qoladi o'zi demaydi, to'g'rimi? Rizq sabablariga kirishish kerak deydi. Ishlamasang tishlamaysan deydi. Shunaqa maqollar ham chiqqan, to'g'rimi? Yoki kasal bo'lgan odam davo sabablariga kirmasdan ham o'zim tuzalib qolarman deb yotmaydi. Doktorga boradi, qimmat dorilarni sotib oladi. Ya'ni inson dunyoviy masalalarda sabablarga kirish kerakligini biladi. Lekin nimaga hidoyat masalasida Alloh hidoyat qilib qolar endi biz ham umidvormiz deydi. Lekin Allohning rahmatidan hech qanaqa sababga kirishmasdan turib umid qilib bo'lmas ekan. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Bandalarimga xabar berganki, men gunohlarni kechiruvchi rahimli zotman. Va anna azabi huval azabul alim. Va shu bilan birgalikda azobim alamli azob debdi Alloh taolo. Umid degani noto'g'ri tushunchaga boradi-da inson. Ya'ni hech narsa qilmasdan shunchaki umid qilish degani o'zi xom xayol deb tarjima qilinadi bu narsani. Umid so'zida, ya'ni arab tilidagi o'sha roja so'zida sa'y harakat qilish bor. Ya'ni bir odamni bir narsaga qattiq harakat qilayotganini ko'rsangiz, aytsangiz bo'ladiki, shu narsadan umidvor deysizda. Umidvor bu odam. Shuning uchun shunaqa harakat qilyapti. Endi savol tug'iladi. Qanday qilib Allohga bu ikki ism bilan ibodat qilamiz? Eng qiziq o'zi shu, nima deydi, mavzuni eng
qaymog'i deydi-ku, eng asosiy maqsad biz o'rganayotganimizda o'zi ism sifatlarni o'rganishimizdan bo'lgan eng asosiy maqsad Alloh taoloni bu ismlari bilan unga qanday ibodat qilish. Chunki yana bir eslataman, muqaddimada bir hadisni zikr qilgandik. Inna lillahi tis'atan va tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna. Allohning 99 ismi bor, bir kam 100 ta. Kim uni ihso qilsa jannatga kiradi. Ihso degani ulamolar aytganki, uni ma'nolarini o'rganib, ana shu ismlar bilan unga ibodat qilish deydi. Ana shu ismlar bilan unga ibodat qilish. Shuning uchun biz bu suhbatlarimiz orqali Alloh taologa bu ismlar bilan qanday ibodat qilamiz, shuni o'rganamiz inshaalloh biiznillah. Demak, qanday qilib Allohga Ar-Rahman, Ar-Rahim ismi bilan ibodat qilamiz degan savol. Avvalan, Allohning rahmati qanchalik kengligini borliqqa qarab his qilishimiz kerak. Uning uchun biz ta'ammul qilishimiz kerak. Har bitta narsaga bir kuzatib qarasak, Allohning rahmatini ko'rish boshlaymiz. Nimalarda ko'rinadi Allohning rahmati? Birinchi misol. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratgan paytda unga ruh pufiladi. Shunda ruh ko'tarilib boshiga yetganida aksir bo'ladi Odam alayhisalom. Alhamdulillah deydi. Alloh taolo unga yarhamukalloh deydi. Allohning rahmati bo'lsin. Inson hamd etsa, Alloh unga yarhamukalloh deydi. Senga rahmatim bo'lsin degani. Birinchi bo'lib Alloh taolo yaratgan bandasiga, Odam alayhisalomga senga rahmatim bo'lsin dedi. Shundan boshlandi ya'ni. Allohning yana bir rahmatini ko'rinishi bizga payg'ambar yuborganligi. Ya'ni bu eng buyuk rahmatlaridan hisoblanadi. O'zini payg'ambarini yubordi, o'zini tanitish uchun, kitobini bayon qilish uchun, bizga qanday yashashni o'rgatish uchun va bizni zulmatlardan nurga olib chiqish uchun va bizni bu dunyoda qanday qilib baxtga erishishimiz mumkin va eng asosiysi oxiratda qanday qilib uni rahmatiga sazovor bo'lib jannatga kirishimiz mumkin. Shuni bizga bayon qiladigan payg'ambarni yubordi va bu payg'ambarni rahmat qildi. Oyatda aytadiki: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz seni olamlarga rahmat qilib yubordik dedi. Keyingisi Alloh taoloning kitobi Al-Qur'onul Karim. Alloh taoloning kitobi Qur'on. "Va nazzalna alaykal kitab tibyanan likulli shay va hudan va rahmatan va bushra lil muslimin." Biz senga barcha narsani bayon qilib ochiqlab beruvchi va musulmonlarga hidoyat bo'lgan, xushxabar bo'lgan, rahmat bo'lgan kitobni nozil qildik deyapti Alloh taolo. Bu kitob bizga rahmat bo'ldi. Kecha-yu kunduz misoli qarang. Kecha-yu kunduz. Alloh taolo kecha-yu kunduzni yaratdi. "Va min rahmatin ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi va litabtaghu min fadlihi va la'allakum tashkurun." Allohning rahmatidan bo'ldiki, sizlarga kecha-yu kunduzni yaratdi. Nima uchun? Kechalari sokin bo'lib dam olishinglar uchun va kunduzi Allohning fazlini istab ishlashinglar uchun va shukr qilishinglar uchun deyapti Alloh taolo. Shamollarni yuborishligi va yomg'ir yog'dirishi Allohning eng buyuk rahmatlaridan biri. Bu haqida Qur'onda juda ham ko'p zikr qilinadi. Ko'p o'rinda Alloh taolo bushro, ya'ni xushxabar qilib shamolni yuboradi. Ya'ni shamol bu yomg'ir kelishidan xushxabar. Insonlar noumid bo'lgan holda turganda, ya'ni qurg'oqchilikda suvsiz qiynalib, noumid holatga kelganida Alloh taolo bulutlarni yuboradi. Bulutlaridan keyin mo'l-ko'l bo'lib yomg'ir yog'adi, o'lik bo'lgan yerlar tiriladi, keyin nabototlar o'sadi, o'simliklar, barcha biz ro'zg'orda ishlatadigan hamma taomlar, undan tayyorlanadigan yemlar o'sadi. Bu narsa nihoyatda buyuk Allohning rahmatini asari. Alloh taolo bir oyatda aytadi-ku: "Fanzur ila athari rahmatillah. Kayfa nuhyil arda ba'da mawtiha." Allohning rahmatini asarlariga bir qarang. Qanday qilib o'lik bo'lgan yerni tiriltirayotganiga bir nazar solgin. Yomg'ir yog'ganida o'lik bo'lgan yer tiriladi-da. Bu Allohning rahmati bo'lmaydimi boshqa yana deysizda? Mana shunday qilib Alloh taolo o'likni qayta tiriltiradi. Ya'ni bizlarni ham o'limdan qayta tiriltiruvchi zot ham u Alloh. Huwa yuhyi va yumit. U tiriltiradi, u o'ldiradigan zot. Allohning rahmat asarlaridan, rahmat ko'rinishlaridan bizga dunyoni xavotirli qildi. Musibatlarga, g'am tashvishga
to'ldirdi. Savol tug'iladi. Bu ham rahmatmi? Ha. Bizga ana hozir yuqorida zikr qilganlarimiz rahmatligi hammamiz bildik. Lekin musibatlarda ham rahmat ko'ramizmi degan savol tug'iladi. Ko'pchilik ko'rmaydi rahmat. Nimaga? Bu musibatlar ham Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan zot tarafdan kelmadimi? O'ta mehribon, o'ta rahimli bo'lgan Alloh tarafdan kelmadimi? Ha, xuddi shunaqa. Nega bo'lmasa yoqtirmaymiz uni? Qarang, bu albatta bu savol juda ham bir g'alati tuyulishi mumkin. Nafs yoqtirmaydi musibatni. Lekin qarang, burada qiziq narsa bor. Biz dunyoga mana shu ko'z bilan qaraymizda. Alloh taolo bizga bu ko'z bilan quloqni, bu his tuyg'ularni sinov o'laroq berdi. Shuning uchun biz mana shu ko'z bilan ko'rgan narsalarimizga ishonamiz. Lekin Allohning nubuvvati keldi bizga. Allohning payg'ambari, Allohning kitobi. Bu kitobni Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga bayon qilib berdi. Bu kitobda bizga haqiqatlar ochiladi. Ya'ni biz oldin zalolatda edik, oldin zulumotda edik. Bizga nur keldi. Bu nur ko'zimizni ochishi kerak. Ya'ni bu dunyoga biz xos bo'lgan basiro bilan nazar solishimiz kerak-da. Ya'ni boshqa ko'z bilan qarashimiz kerak. Ya'ni bu dunyoda aksar odamlarga chiroyli ko'rinayotgan narsada biz o'sha chiroyni endi ko'rmaymiz. Bizga xunuk ko'rinadi bu narsa. Va aksincha odamlarga xunuk ko'ringan narsa bizga go'zal ko'rinadi. Bu dunyoning ziynatlari qanchalik ziynatli bo'lmasin, mo'min kishi unda zindon ko'radi. Nimaga? Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ad-dunya sijnul mu'min dedi. Dunyo mo'minni qamog'i dedi. Ya'ni bizning ko'zimizga qamoq ko'rinyaptimi? Yo'q. Uni qamoqligini ko'rish uchun qalb ko'zi bilan qaraladi. Ya'ni qalbdagi o'sha basira bilan qaraladi. Bu esa Qur'on nuri qalbga o'rnashgan bo'lsa, shunda ko'rish boshlaydi odam bu narsani. Shuning uchun Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadi-ku, bu dunyo va uning ichidagi jamiki narsa ko'zingga tuproq bo'lib ko'rinmaguncha iymonni lazzatini his qilmabsan deydi. Hali tushunmabsan deydi. Alloh taolo bu dunyoni balo musibatlarga to'ldirdi. Nima uchun degan savol tug'iladi, qarang. Ya'ni bu ham Allohning rahmatidan deyapmiz-ku. Nima uchun desangiz, biza bu dunyoga bog'lanib, unga muhabbat qo'yib, yopish qolmasligimiz uchun. Toki bu dunyoni yoqtirmaylikda, oxiratga intilaylik. O'sha dunyoni yoqtirmasligimiz uchun Alloh bizga shu musibatlar, mushkulalar, qiyinchiliklar bilan o'rab tashadi. Lekin shunda ham inson shu dunyoga muhabbat qo'yib yopishib oladi-da. Qo'yib o'rgis kelmaydi. Qiziq, qarang. Ajib qiziq, ya'ni asli bizga jannat va'da qilinayotgan bo'lsa, u jannat abadiy hayot bo'lsa, ulamolar aytishadi-ku, agar jannat toshliq bir yer bo'lganda ham, bu dunyo tilladan bo'lganda ham hammasi, baribir oxirat yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Chunki jannat abadiy-ku. Lekin asli bu dunyo bir toshliq tuproqdan iborat bo'lgan dunyo, oxiratda jannatda qasrlar tilla g'ishlardan, qimmatbaho toshlardan, qumi miskiliydi masalan. To'g'ri, biz uni tasavvur qila olmaymiz. U bizning tasavvurimizdan oliyroq bo'lgan narsa. Lekin jannatga teng kelmaydi umuman bu dunyo. Mana shu narsani Alloh taolo bizga tushuntirish iroda qilar ekanda. Shuning uchun bu dunyodagi musibatlar, qiyinchiliklar insonni bezdirish kerak bu dunyoda. Bu dunyoga bo'lgan muhabbatini so'ndirish kerak. Lekin bu narsani teskarisini ko'rasiz. Alloh taolo bizga berish uchun man qilib qo'yar ekanda o'zi. Va bizni ibtilo qiladi ofiyat ato qilish uchun. Yana qay Allohning rahmat ko'rinishlaridan biri yana insonlarni bir-biriga ehtiyoji tushadigan qilib qo'ydi. Ya'ni har bitta inson e'tibor bersak, har xil kasb egasi, har xil qobiliyat egasi, har xil xohish istak egasi. Ya'ni inson bir xil narsani xohlamaydi. Hamma har xil narsani xohlaydi, to'g'rimi? Kimdir doktor bo'lishni xohlaydi, kimdir injener bo'lgisi keladi, kimdir duradgor, kimdir dehqon, kimdir har xil kasb egalari bor. Bir o'ylab ko'raylik, bu qalbdagi xohishni kim beradi? Ishtiyoq shu narsaga va qobiliyatni kim beradi shu narsaga? Chunki qobiliyatlar ham har xil. Kimdir zehni o'tkir, kimdir zehni pastroq, kimdir jismonan baquvvat, kimdir jismonan zaif. Kimdir muayyan bir narsaga iqtidori bor, kimdirda yo'q. Nima uchun bunaqa iqtidorlar, iste'dodlar taqsimlangan? Har bir odam qiladigan ishi borda. Va har bir odam bir-biriga ish tushadigan qilib qo'ygan. Hamma dehqon bo'la olmaydi-ku bu dunyoda. Lekin dehqon kerak. Dehqon o'stirgan narsani kimdir bozorda sotish kerak. Bo'lmasa qayerdan olamiz biz uni? Oziq-ovqat ya'ni. Kimdir chorva bilan shug'ullanish kerak.
Kimdir binolar qurish kerak, kimdir yo'llar qurish kerak, kimdir duradgor, kimdir doktor. Har xil kasblar bor, to'g'rimi? Ana shu kasblar orqali Alloh taolo bizni bir-birimizga ehtiyojli qilib qo'ydi. Lekin o'zi asli tagida qarasak biz Allohga muhtojmiz. Mana shu ishlarning hammasida Alloh bizga quvvat berish kerak, Alloh bizga tavfiq berish kerak, Alloh bizni yo'naltirish kerak va ana shu ishimizda rivojlanishda ham Allohning yordami kerak bizga. Mana o'ylab ko'raylik, tafakkur qilsangiz, hozirgi kundagi texnologiyalar, hozirgi kundagi qulayliklar kim orqali keldi bizga? Alloh orqali keldi. Ar-Rahman bo'lgan zot tarafidan bu rahmat bo'ldi bizga. Masalan, samolyotlar bugungi kunda yo'llarimizni, uzoq yo'llarimizni yaqin qildi. Mashinalar bizni uzoq yo'llarimizni yaqin qildi. Qulaylik keltirdi bizga, to'g'rimi? Va uylarimizdagi jihozlar bilan hammasini Alloh taolo kimgadir ilhom qildi. Shu narsa fikr keldi kimdir xayoliga. Va shu yasash uchun Alloh taolo ularga ta'lim berdi, o'rgatdi shu narsani. Oyatda aytadi-ku, sizlarga bilmaydigan narsalarni ta'lim berdi. Ya'ni Alloh taolo biz bilmaydigan narsalarni ta'lim berdi bizga. Biz o'ylamaylik, biz o'zimiz o'rgandik, biz o'zimiz ixtiro qildik, buni kashf qildik deydi-ku odamlar, buni kashf qildik biz bunday narsa deydi. Yo'q, Alloh buni bizga ta'lim bergan. Hayotda nimaiki o'rganmaylik, qanday kasb bo'lmasin, bir ixtiro qilgandek, yangi narsa ochgandek tuyulmasin bizga. Yo'q, bu Alloh taolo bizga ta'lim bergan. Va bu Allohning buyuk rahmatidan bizga. Ar-Rahman surasida Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Ar-Rahman bo'lgan zot Qur'onni ta'lim berdi. Insonni yaratdi va unga bayonni o'rgatdi, ya'ni. Siz o'ylang, bir chaqaloq tug'iladi, o'sayotganda kimdir unga til o'rgatishga ehtiyoj bormi? Hech kim o'tirib unga til o'rgatmaydi. Shu aka-ukalarning orasida, oilasini ichida davrasida o'sib, tili chiqib ketadi. Kim o'rgatdi unga? Alloh unga o'rgatdi bu bayon qilishni o'zini. Agar Alloh gapirtirmasa, biz buni misollarini ko'ramiz. Inson gapira olmaydi. Alloh gapirtirmasa gapira olmaydi. Alloh ko'zga nur bermasa ko'ra olmaydi. Qulog'iga eshitish qobiliyatini bermasa eshita olmaydi. Inson ojiz agar Alloh unga ato qilmasa. Mana shu narsani biz his qilishimiz kerak. Bu rahmat qanchalik kengligini. Nihoyatda Allohning rahmati keng, nihoyatda keng. Va bu dunyoviy rahmatlaridan tashqari, ya'ni dunyoda ato qilgan rahmatidan tashqari, oxiratda jannatni tayyorlab qo'yganligini va'da qildi. Kim uchun? Iymon keltirib, taqvo qilgan bandalar uchun jannat va'dasi keldi, to'g'rimi? Lekin bu jannatga ham biz amallarimiz bilan kiramizmi desa, yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, la yadkhulu ahadul janna bi'amalihi. Biron bir kishi jannatga amali bilan kirmaydi. Shunda sahobalar aytishdiki, hatto siz hamma deyishganda, hatto men ham dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Toki Alloh meni o'zini rahmati bilan va mag'firati bilan o'rab olmaguncha, Alloh rahmati bilan o'rab olar ekan, keyin kirar ekanmiz jannatga. Ya'ni amalimiz bizani hattoki 100 yil to'xtovsiz Allohga ibodat qilib, umuman gunohsiz yashagan taqdirimizda ham bizni bu amalimiz jannatga kirishlik uchun kifoya qilmaydi o'zi asli. Nimaga Alloh bizni jannatga kiritadi bo'lsa, Alloh o'zining rahmati bilan. Ya'ni bizdan ana shu sa'y harakatni ko'rish kerak Alloh. Unga qanchalik intilayotganimizni, uni roziligini istab, qanchalik harakat qilayotganimizni Alloh ko'rish kerak ekan bizdan. Inson nimani xohlasa Allohning rahmati haqida gapirsin, bu gapi baribir Allohning rahmatini tasvirlash uchun yetmaydi. Ya'ni Allohning rahmati bundan ulug'roq. Qancha xayoliga keltirib tasavvur qilib ko'rsin Allohning rahmati haqida, baribir Allohning rahmati bundan ulug'roq. Allohning bu kaunida, borlig'ida agar biz mana shu basira bilan qarasak, hamma narsani Allohning rahmati bilan to'lganligini ko'ramiz. Xuddiki dengiz suvga to'lgandek yoki borliq havoga to'lgandek Allohning rahmati shu darajada hamma narsani qamrab olganligini ko'ramiz. Endi odamlarda savol tug'iladi. Agar Allohning rahmati biz aytgan narsalardan ham ulug'roq bo'lsa, biz xayolimizga keltiradigan, tasavvur qilishimiz mumkin bo'lgan narsadan da ulug'roq bo'lsa Allohning rahmati, bu azoblangan, musibatlangan, o'ldirilayotgan mo'min musulmonlarga nisbatan rahmati qayerda qoldi degan savol tug'iladi. Mana bugungi kunda biz yangiliklar, axborot orqali kuzatamiz. Dunyoning boshqa chekkalarida mo'min, mu'mina, muslim, muslima
birodar, aka, uka, opa singillarimiz azoblanayotganlar, musibatlangani, kofirni zulmi ostida qiynalayotganligini ko'ramiz. Bularga Allohning rahmati qani unda degan savol tug'iladi. Javob shuki, Alloh taoloni bandalari ichida shundaylar bo'lar ekanki, Alloh ularni jannatdagi manzilatini, ulug' manzilatga qo'yar ekanda, lekin uni dunyodagi amallari yetmas ekan shu manzilatga yetishga. Shuning uchun Alloh taolo musibat berar ekanki, ana shu musibatlarga sabr qilish orqali bu bandani Allohning huzurida maqomi, darajasi ulug'lashar ekan. Qarang, kimdir shahodatni orzu qilaman deyishi mumkin. Allohdan duo qilib so'rashi mumkin. Yoki masalan jannatda firdavslarga kirgim keladi deyishi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishni orzu qilaman deyishi mumkin. Ya'ni nihoyatda ulug' maqomlarni istab Allohdan duo qilib so'rashi mumkin. Lekin uni amallari u manzilatga yetmasligi mumkin. Shunda Alloh taolo unga og'ir bir musibatlar berar ekanki, mana shu musibatlar orqali ana shu manzilatga yetkazish uchun. Demak, mana shu musibatlar ham unga nima bo'lar ekan? Rahmat bo'lar ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, eng shiddatli ibtilo qilinadigan kishilar bu anbiyolar, payg'ambarlar. Ya'ni eng og'ir sinovlar kimga? Payg'ambarlarga keladi. Undan keyin payg'ambarga o'xshaganlarga, undan keyin ana shu payg'ambarga o'xshaganlarga dedilar. Kim o'xshaydi payg'ambarlarga? Olimlar. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyildi. Allohning nubuvvatini oqizmay, tomizmay, sof holda insonlarga payg'ambarimizdan bo'lgan nubuvvatni yetkazadi. Unga hech narsa qo'shmagan holda, biron bir narsani nuqsonli qilmagan holda yetkazishga harakat qilgan olimlar, isloh qiluvchilar, insonlarni amr ma'ruf, nahiy munkar qiluvchilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni merosxo'rlari deyildi. Yani shuning uchun eng og'ir sinovlar mana shunday insonlarga kelgan. Tarixda qarasak, buni ko'p misolini ko'ramiz. Payg'ambarimizdan keyin sahobalarga kelgan musibatlar yoki bo'lsa undan keyin kelgan avlodlardagi ayimmalar, olimlar misolida, misol uchun Abu Hanifa rahimahulloh bo'ladimi? Imom Ahmad, Imom Buxoriy, Sufyan as-Savriy, ya'ni ko'p olimlarga og'ir musibatlar kelgan. Nima uchun? Mana shu haqni olib kelishgani uchun. Biz bilamizki, haq kelinsa ana shu odamga dushmanchilik qilinadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ibtilolar, bu sinovlar Allohning rahmatini bir ko'rinishi ekan. Faqat unga biz mana bu ko'z bilan qaramasligimiz kerakda, qalb ko'zi bilan dedik, hali basira bilan qarashimiz kerak ekan. Ya'ni Alloh taolo bizga Qur'onda buni sahobalar hayotida juda ham go'zal suratda bayon qildi. Sahobalarga kelgan sinovlar va ular ana shu sinov paytida, eng og'ir paytlarda ham nima deyishdi? Hada ma wa'adana Alloh va rasuluhu deyishdi. Bu Alloh va Rasul bizga va'da qilgan narsa shu edi deyishdi. Ya'ni bunda rahmat ko'ra bilishdi ular. Ya'ni Alloh taolo va'da qilganda, sizlarni albatta sinayman degandi. Chunki musibatlar orqali inson tozalanib, uni tillani probasi oshadi-ku, shunaqa insonning darajasi oshar ekanda. Shuning uchun bu fitna so'zi, arab tildagi fitna so'zi tillani olovida yondirishga ishlatiladi. Arablar shunaqa tushunganda, fitna so'zidan tillani olovda yondirish tushungan. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna va hum la yuftanun. Insonlar o'ylaydiki, iymonga kelganimizdan keyin Alloh bizni fitnaga solmasdan turib fitnaga deyapti. Tashab qo'yadi deb o'ylaydi. Ya'ni Alloh bizni islom qabul qilganimizdan keyin bo'ldi, endi hayotimiz zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi-da. Biz islom kelganimizdan keyin ishlarimiz yurishib ketdi deydi. Islom kelganimizdan keyin farzand ko'rolmayotgandik, farzandni ko'rdik, mana bizga islom ancha yaxshilik bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Lekin asli o'zi inson islomga kirgandan keyin albatta ibtilo qilinadi. Nima uchun? Qani oyat davomida keladi. Biz avvalgilarni ham sinaganmiz. Biz albatta kim sodiq va kim kazzobligini ajratib olamiz deyapti Alloh taolo. Alloh biz avvalgilarni ham sinaganmiz deyapti. Ya'ni hamma sinalgan va sinaladi ham. Kimdir agar yo'q, men shu sinalish kerak emas, shu tinch o'tib ketgim kelyapti desa, menga tinchlik kerak desa, yo'q. Bu hayot qonuni bunaqa emas. Alloh taolo buni sunan qildi, ya'ni o'zgarmaydigan qonun qildi. Albatta sinalamiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sizlarni albatta deyapti Alloh taolo.
valanabluvannakumda ikkita uchta ta'kid borda, ya'ni 100% degani, aniq degani. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Nima bilan sinaymiz? Xavf bilan, ya'ni qo'rquv bilan. Ju' ya'ni ochlik bilan. Mol dunyoni nuqsonli bo'lishi bilan, ya'ni mol dunyosini yo'qotadi inson, bankrot bo'lishi mumkin. Katta puliga qarzga botib qolishi. Va yaqinlaringlarni yo'qotish bilan sinaymiz deyapti. Inson yaqinlarini yo'qotadi hayotda. Mana shu holatlarda, musibat holatlarida sabrlilarga bashorat qilgin deyapti, xush xabar ber deyapti Alloh taolo. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. U kishilar shunday kishilarki, qachonki musibatlansa inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz va Allohning huzuriga qaytguchimiz deydi. Mana o'sha kishilarga Allohning salovatlari va rahmati, Allohning rahmati mana shu kishilarga. Mana shunaqa musibatga tushganda, sinalgan paytda sobit turadigan, chunki bu dunyo sinov dunyosi. Sobit turadigan kishilarga Allohning rahmati, salovatlari. Qarang, bu ko'zlarimizga ziyon bo'lib ko'ringan narsa Rahman tarafdan kelsa, bu asli ziyon emas degani. Bu rahmat degan. Chunki Ar-Rahman bo'lgan zotdan rahmat keladi faqat. Ya'ni har bir Alloh tarafidan kelayotgan narsada rahmat bor. Yoki u ko'rinadi bizga zohiran rahmatligi, yoki maxfiy bo'ladi u. Bu ko'zlarimizga ko'rinmaydi, lekin qalbdan ko'rsa bo'ladi. Bundoq qarasangiz qalbdan ko'rsa bo'ladi. Allohning izni bilan. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki bir oyatda: "Va asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun." Balki sizlar yomon ko'rgan narsada sizlarga yaxshilik bordir. Va sizlar yaxshi ko'rgan narsada sizlarga yomonlik bordir. Sizlar bilmaysizlar. Alloh bilguvchi deydi. Hani bizga masalan hayotda nimalardir yoqadi. Shuni qo'lga kiritgimiz keladi, shuni olgimiz keladi. Alloh bizni shu narsaga erishtirsa edi desak-u, Alloh hech bermasa bizga. Nega bermayapti deb siqilsak. Alloh aytayaptiki, balki sizlar yaxshi ko'rgan narsada yomonlik bordir sizga. Bilmaymiz-da, bu narsa bir musibat bo'lishi mumkin bizga. Alloh balki bizni yaxshi ko'rib, bizga achinganidan bermayaptiki. Bu Allohning rahmati. Uni ko'rib bilishimiz kerak. Qanaqa ko'ramiz uni? Qanchadan qancha insonlarni dunyo halok qildi. Alloh shu dunyoni bizga bermayotgan ekan, balki bizni halokatdan qutqarayotgandir. Shuni o'ylamaymizmi? Va biz yomon ko'rgan narsani balki bizga yaxshilikdir. Ya'ni bizga o'sha musibat bo'lib, ziyon bo'lib ko'ringan narsada yaxshilik berkitilgandir. Alloh bilguvchi, sizlar bilmaysizlar deyapti. Mana ota-ona o'zini farzandiga rahmlimi? Rahmli. Farzandga shirinlik mumkin emas bo'lsa, ota-ona shu shirinlikni man qilsa, farzand qancha xohlab bering deb yig'lasa ham yo'q bermayman desa, bu farzandiga rahm qilganidan bermayapti deymiz. Farzandini yomon ko'rgani uchun emas, zulm qilib bermayapti demaymiz-ku. Ya'ni biz bir ota-onani farzandiga nisbatan muomalasini hikmat deymiz va rahmat deymiz. Lekin nega Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan zot tarafdan kelgan narsada biz yomonlik ko'ramiz? Biz Allohga doim go'zal gumonda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun subhanalloh zikri ko'p qaytarilishga buyurildiki, va Alloh eng yaxshi ko'rgan zikri deyildi. Nimaga? Bu zikr Allohni barcha ayb nuqsondan poklaydi. Ya'ni Alloh haqida yomon gumonga bormagin degani. Nimaiki kelsa, u Ar-Rahman tarafdan keldi. Ar-Rahim tarafdan keldi. U o'ta mehribon, o'ta rahimli bo'lgan zot. Ya'ni hattoki sizga yomonlik tuyulgan narsada unda rahmat bor degan. Qanchadan qancha insonlarni ko'rasiz, musibatlangan paytida jazabaga tushgan, asablari buzilgan, qancha panika qilib, to's-to'polon qilgan, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin unga bu bo'lgan hodisalarning hikmati ochilgandan keyin alhamdulillah yaxshi ham shunaqa bo'lgan ekan deydi. Shu payt yaxshilik bo'lgan ekan menga deydi. Lekin qarang, biz albatta uni hikmatini ko'rishimiz shartmi? Allohga ishonmaymizmi? Ar-Rahmanga ishonmaymizmi? Bizga albatta Alloh hikmatini ko'rsatishi kerak. Biz iymon keltirmaymizmi Allohning bu sifatlariga? Biz agar Allohni Ar-Rahman, Ar-Rahim ism sifatlariga iymon keltirsak, biz Alloh haqida faqat go'zal gumon qilishimiz kerak degan. Har
qanaqa holatda Alloh haqida go'zal gumon qilishimiz kerak. Alloh taolo bir bandasini, mo'min bandasini dunyodan asraydi. Xuddiki sizlar kasal odamni taom va sharobdan asraganinglar kabi deyapti Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh dunyodan asraydi deyapti. Ya'ni dunyoni bermasdan ehtiyot qiladi uni. Nimaga? Chunki uni bersa buzilib ketadi u. Hozir turgan joyi yaxshi. Yaxshi yuribdi-da u hozir. To'g'ri yetish mo'jaliklari bor, qiyinchiligi bor, lekin u oxiratiga shu holatda yashagani yaxshi, afzal. Qarang, shunga inson agar qanoatlanib, Robbisidan rozi bo'lib, sabr qilib yashasa, unga mana shu yaxshiroqda. O'zi sahobalar aytishgan, torchilikka sabr qilib yashash, kengchilikka shukr qilishdan ko'ra osonroq deyshadi. Ya'ni shukr qilish kengchilikka qiyinroq bu narsa. Ya'ni dunyo ko'payib ketib qolsa, uni haqqini ado qilish, odam unutib qo'yadi bu narsani. Dunyo mashg'ul qiladi insonni. Bizga rahmat bo'lib tuyulgan narsa, bizga yaxshilik bo'lib tuyulgan narsa, u azob bo'lishi mumkin asli. Lekin azob bo'lib tuyulgan narsa o'zi uning ichida rahmat bo'lishi mumkin-da. Qarang, ajib, bu narsani tushunish uchun biz Qur'onni ko'p ta'ammul qilib o'qishimiz kerak. Qur'on bizga o'zi asli bayon qiladi bu haqiqatlarni. Takror o'qiganingizda qalbga singib boradi-da, toki insonda ana shu basira hosil bo'ladi. Dunyoga qaraganda narsalarga uni haqiqatini ko'rish boshlaydi. Chunki doim shakliga qarab kelganmiz-da, uni haqiqatiga qaramaganmiz, ya'ni. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Ikkinchisi, biz hozir nima haqida gaplashdik? Alloh taoloning rahmatini, asarlarni ta'ammul qilib his qilish, koinotdagi mana shu Allohning rahmati, nimada rahmati borligi haqida biz gaplashdik. Endi mana shu rahmatiga daxldor bo'lish haqida gaplashamiz. Alloh taoloning Ar-Rahman, Ar-Rahim ismi bilan unga ibodat qilishi ikkinchi ko'rinishi Allohni Ar-Rahman, Ar-Rahim ismiga daxldor bo'lish. Nima degani bu? Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, agar insonlarni tilla bilan kumush jamlayotganligini, yig'ib to'playotganligini ko'rsang, fa akthir haula'i al-kalimat. Mana shu duoni ko'p qaytardilar. Qarang, duoga e'tibor bering. Allohumma inni as'aluka ath-thabata fil amr والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك. يعني اعتبار بين دعاء اللهم البت من سندن دين صبت قدم لك سوريما صبت يعني ورشد خدايت عزيمة يعني قطعي لك سوريما وسين رحمتين واجب قلدي كان أملا سوريما يعني جلب قلدي يعني الله رحمتنا جلب قلدي كان نرسان سوريما ديانا. Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Allohning rahmatini nimalar jalb qiladi? Birinchisi, Allohga va rasuliga itoat qilishlik Allohning rahmatiga sabab bo'ladi. Bunga dalilimiz va ati'ulloha va rasula la'allakum turhamun. Allohga va rasuliga itoat qilinglar, rahim qilinasizlar deyapti Alloh taolo. Ya'ni Allohga va rasuliga itoat qilishlik Allohning rahmatiga sabab bo'lar ekan. Yoki boshqa bir oyatda fa'ammallazina amanu va amilus solihati fayudkhiluhum robbuhum fi rahmatih. Kim Allohga iymon keltirsa va solih amallar qiladigan bo'lsa, Alloh uni rahmatiga kirgizadi. O'zining rahmatiga kirgizadi. Endi Allohning rahmatiga kirishni xohlaysizmi? Alloh va rasuliga itoat qiling. Qoida bo'lyapti, bu ko'ryapsizmi? Yana nima desak, ihson. Ihson degani bir narsani sifatli qilish degani, go'zal suratda qilish degani. Jibril hadisda keladi-ku, masalan, ihson degani Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Agar unga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turganini his qilgan holda ibodat qilish. Agar biz Alloh bizni ko'rib turganini his qilgan holda ibodat qilsak, bizning ibodatlarimizni sifati o'zgaradi. Qanaqa ibodat qilsa ham inson, mana Alloh va rasuliga itoat qilish deyapmiz-ku. Shunchaki itoat qilish emas. Ya'ni bir amalni qildimmi emas, balki uni mehr bilan qilish, muhabbat bilan qilish, uni niyatni xolis qilgan holda Allohgagina ibodat qilish, unga hech kimga sherik qilmaslik niyatda. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek sunnatga muvofiq amal qilish, bidat xurofotlardan chetlangan holda, ya'ni go'zal suratda qilish. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin dedi Alloh taolo. Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin. Muhsinlar degani o'sha amallarini go'zal suratda qiladigan kishilarga Allohning rahmati yaqin deyiladi. Keyingisi istig'for.
Istig'for so'zini o'zi ma'nosi Allohdan gunohlarimizni kechirish uchun yalinib so'rash, to'g'rimi? Lekin markaziy ma'nosi bor. Markaziy ma'nosi inson o'z aybini tan olish. Istig'for degani banda Robbisini oldida aybini tan olish. Shuning uchun agar e'tibor bersak, Qur'onda kelgan istig'for o'rinlariga e'tibor bersak, masalan, Odam alayhissalom bilan Havo onamiz nima dedi? Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbimiz biz o'zimizga, nafsimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang, bizga rahm qilmasang, biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lamiz dedi. Ya'ni bu yerda tan olish bor. Biz zulm qildik o'zimizga deyapti. Muso alayhissalom odam o'ldirib qo'yganda nima dedi? Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Robbim, men o'zimga zulm qildim, kechir meni dedi. Yo bo'lmasa Yunus alayhissalom baliq qorniga tushib qolganda nima deb duo qildi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya'ni men edim o'zimga zulm qilgan. Men o'zimga zulm qilib qo'ydim deyapti. Ya'ni istig'for mavzusi, istig'for inson gunohlarini tan olish. Ya'ni kimdir agar istig'for aytib yuraversa, astag'firulloh, astag'firulloh desa-yu, gunohlaridan to'xtamagan bo'lsa, gunohlarni tan olmasa ham, yo'q, men zulm qilganim yo'q, men zolim emasman, biz fasod qilayotganimiz yo'q, biz faqat yaxshilik iroda qilgandik, lekin istig'for aytib yursa, yo'q, istig'for gunohni birinchi tan olish kerak, bo'yniga olish kerak. Haqiqatdan men zolim bo'ldim, o'zimga o'zim zulm qildim deb endi keyin kechirim so'rash kerak. Demak, mana shu istig'for, haqiqiy istig'for Allohning rahmatini jalb qiluvchi narsa bo'lar ekan. Bunga dalil وَلَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Nimaga ular istig'for aytmaydi? Allohning rahmatiga tushish uchun. Ya'ni Alloh ularni rahm qilish uchun nimaga istig'for aytishmaydi deydi payg'ambar. Allohning rahmatini jalb qiladigan buyuk narsalardan Allohning kitobi, Al-Qur'onul Karim. Uni ta'lim olishlik va unga amal qilishlik, demak Allohning rahmatini jalb qiladi o'ziga. Alloh taolo bir oyatda aytadiki: "Va hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Alloh taolo aytadiki, men nozil qilgan bu kitob muborakdir. Shunday ekan unga ergashinglar dedi. Va taqvo qilinglar, rahm qilinishinglar uchun dedi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa, mana shu narsaga ergashishlik va Allohdan taqvo qilishlik Allohning rahmatiga sabab bo'lar ekan. Va idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Agar Qur'on tilovat qilinsa, diqqat bilan eshitinglar deyapti Alloh taolo. Diqqat bilan eshitish degani hamma narsadan uzilib, butun diqqatingizni Qur'on oyatlarini ma'nolariga qaratasiz. Shu ma'nolar ustida tafakkur qilasiz, tadabbur qilasiz. Sukut saqlanglar. Qur'on o'qilayotganda sukut saqlanglar. Qur'onning hurmati, ehtiromi bo'lishi kerak qalbda. Ana ulamolar aytadi, xossatan ya ayyuhallazina amanu oyatlari kelganida diqqat qilish kerak deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar deb boshlanayotganda shuni diqqat qilish kerak. Alloh bizga xitob qilyapti. Nihoyatda muhim narsalar zikr qilinadi degani. Shuning uchun mana kim agar diqqat bilan eshitib ta'ammul qilsa va sukut saqlasa, Allohning rahmatiga sabab bo'lar ekan. Allohning rahmatini jalb qiluvchi eng go'zal sabablardan biri rahmatul xalq. Xalqqa, xaloyiqqa rahmat qilish. Ya'ni bu Allohning rahmatini vojib qiluvchi eng buyuk sabablardan biri hisoblanadi. Bu rahmli bir inson. Bu faqat musulmonlarga emas, butun insonlarga, hatto hayvonlarga ham, chumollarga ham inida rahm qiladigan, qushlarga o'zini uyasida rahm qiladigan inson. Ya'ni bular juda ham o'ta rahmli, yumshoq ko'ngilli, xushmuomala insonlar haqida gap ketyapti. Bular Allohning rahmatiga eng yaqin insonlar. Chunki bular Allohning Ar-Rahman ismi bilan sifatlangan kishilar. Chunki Alloh o'zi Ar-Rahman bo'lgan zot, butun xaloyiqqa o'ta rahmli bo'lgan zot. Banda agar mana shu rahmat sifati bilan sifatlansa, Rahmanga yaqin bo'lar ekan. Qancha sifatlansa shuncha yaqin bo'ladi. Ya'ni shuncha Allohning rahmati unga yaqin bo'ladi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
Ar-Rahman bo'lgan zot rahmlilarga rahm qiladi. Yerdagilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi. Ya'ni Alloh sizlarga rahm qiladi. Ar-Rahman bizga rahm qilishini istaymizmi? Biz ham rahmli bo'lishimiz kerak. Bir hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, rahm qilinglar, rahm qilinasizlar. Kechiringlar, kechirilasizlar. Inson o'zini fe'li sifati bilan mukofotlanadi yoki jazolanadi. Bu qoida. Masalan, bilamiz, al-jazao min jinsil amal. Agar inson rahmli bo'lsa, Alloh ham u bilan rahm bilan muomala qilar ekan. Kechirimli bo'lsa, Alloh ham unga nisbatan kechirimli. Va bir hadisda qarang, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, mo'minlarning misoli bir-biriga mehr muhabbatda va bir-biriga rahm shafqatdagi misoli bir tana kabidirlar. Tanani bir joyi og'risa, masalan tishingiz og'risa, kechasi bilan inson qiynalib chiqadi. Butun tana qiynaladimi? Yoki bo'lmasa bir virus kirgan bo'lsa bir joyiga, isma chiqib kechasi bilan qiynalib chiqadi. Ya'ni butun tana aziyat chekadi. Xuddi shunga o'xshaydi mo'minlar. Mo'minlar bitta tanaki bir joyi og'risa, ya'ni bir guruh mo'minlarga bir musibat kelsa, boshqa mo'minlar ham qiynaladi bundan. Xotirjam yurib xursand bo'lib yurmaydi, qiynaladi. Mana shunda mo'minligi bilinadi, ya'ni bir tana, bir jon kabi ular. Agar Ar-Rahman bo'lgan zotga ishtiyoqing bo'lsa, shavqing bo'lsa, sen uni bandalariga, uni haloyiqiga rahmli bo'lgin. Avvalambor o'zingga rahmli bo'lgin, boshqalarga rahmli bo'lgin. Faqir odamga moling bilan rahm qil. Johil odamga ilming bilan rahm qil. Osiy bo'lgan odamga da'vating bilan rahm qilgin. Pastkash odamga oliyjanobliging bilan rahm qil. Kichkinaga shafqating bilan, kattaga rahmating bilan rahm qilgin, deydi. Bizga shunaqa qoida ekanki, rahm qilsanglar, rahm qilinasizlar. Va rahm qilmasanglar, rahm qilinmaysizlar degandek, mana Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar, "Man la yarham la yurham." Bir kun nevaralarini o'pib o'tirgandilar. Bir kishi aytdiki, siz hali bolalaringizni o'pasizmi? Men 10 ta farzandim bor, birontasini o'pmaganman dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sendan rahmat uzib olingan bo'lsa, nima qilay? Man la yarham la yurham. Rahm qilmaganga rahm qilinmaydi dedilar. Bir yigit Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Ya Rasululloh, menga zino qilishga izn bering dedi. Atrofdagi sahobalar shok bo'lib qoldi. Nima deyapsan deb shovqin-suron bo'lib ketdi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hammani tinchlantirdi. Haligi yigitni yonlariga yaqinlashtirdi. Keyin yonlariga yaqinlashtirgandan keyin aytdilarki, seni onangga nisbatan zino qilinishligiga yaxshi ko'rasanmi dedilar. Shunda yo'q dedi. Sininggacha desa yo'q dedi. Qizinggacha desa yo'q dedi. Xolinggacha, ammanggacha hamma savollarda yo'q vallohi dedi. Boshqa insonlar ham yoqtirmaydi bu narsani. Qarang, oddiy bir mantiqiy tushuntirish bilan Nabiy sollallohu alayhi vasallam haligi odamga tushuntirib qo'ydi. Ya'ni sen zino qilmoqchi bo'lgan qiz kimgadir singil, kimgadir qiz, kimgadir onasi ham bo'lishi mumkin. Ularni ham akalari, otalari bu narsani yoqtirmaydi uni. Shunaqa yo'l bilan tushuntirdilar. Keyin qarang nima qildilar. Haligi kishi yigitni ko'ksiga qo'llarini qo'yib, Allohumma g'fir zambahu. Alloh uni gunohlarini kechirgin. Va tahhir qalbahu. Uni qalbini poklagin. Va hassin farjahu. Uni farjini mustahkam qilgin deb duo qildilar. Mana shundan keyin haligi yigit hadisda keladi bu. O'girilib biron bir nomahramga qaramadi deb. Shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima qildilar desa, haligi yigitga rahmat qildilar. Rahmat ko'rsatdilar ya'ni. Ya'ni biz bir osiy odamni ko'rsak, uni urish, do'pposlab to'xtatish emas, to'polon qilib qo'pol muomala emas, balki go'zal suratda unga va'z qilish, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq ana shu xulqda da'vat qilishimiz kerak ekan. Va bu narsa rahmat bo'ladi kishiga, rahmat bo'ladi. Alloh taolo bir oyatda aytadiki, va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawnan va idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Rahmanni bandalari shunday kishilarki, ular yer yuzida og'ir bosiq bo'lib kamtarin bo'lib yurishadi. Va ularga johillar agar qo'pol muomala qiladigan bo'lsa, so'kib har xil narsa gapiradigan bo'lsa, ular qalu salama, ya'ni salomat so'z bilan qaytarishadi. Ya'ni yaxshilik bilan javob beraverishadi. Ularning qo'pollik bilan javob bermaydi.
Mana shundan bilasizki, ular kim? Rahmanning bandalari. Nimaga bu yerda Allohning bandalari deb qo'yilmadi-da, ayni Rahmanning bandalari deyilyapti? Chunki Rahman biza avval gaplashganimiz kabi mo'minga ham, kofirga ham, solihga ham, fojirga ham hammaga bir xilda yaxshiliklarini sochaveradi. U yaxshi odammi, yomon odammi ne'matlarini beraveradi. Unga ham farzand beradi, unga ham ne'matlar beraveradi. Holbuki ana shu kofir bo'lgan odam Allohga kufr keltirib, Allohning ne'matlariga noshukur bo'lib, Allohni so'kayotgan kishi bo'lishi mumkinmi? Mana Iso Allohning o'g'li degan kishilar mana so'kdi dedi Alloh taolo bu haqda. Ya'ni bu so'kish deyildi. O'g'li bor deyishlik. Mana shularga ham Alloh ne'matlarini bermayaptimi? Beryapti. Demak, ana shu Ar-Rahman bo'lgan zot ularga ham yaxshilik qilyaptimi? Baribir yomonligiga qaramasdan. Rahmanning bandalari ham shunaqa bo'ladi degan. Rahmanning bandalari ham ularga johillar qo'pol muomala qilsa ham, sen valadi zinosan desa ham, sen palonchisan, pistonchisan deb qo'pol muomala qilib so'kursa ham ular go'zal muomalada gaplashaveradi degan. Qarang, mana shu kishilarga Allohning rahmati. Keyingi Alloh taoloning rahmatini jalb qiladigan yana bir omillardan biri silatur rahim. Silay rahim deyiladi o'zbek tilida. Bu qarindosh urug'chilik aloqalarini mustahkam qilish. Bu narsa Allohning rahmatini jalb qilar ekan. Mana Imom Buxoriyda sahihda rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ar-Rahmu, rahm dedilar. Rahman ismidan ishtiqoq qilingan. Silay rahim degani bir onadan tug'ilgan avlodga aytiladi. Mana shuni o'rtasida silay rahim, aka-ukalar, opa-singillar, ota-ona bilan farzand o'rtasida bog'liqlik yo'qolmasligi, doim bir-biridan xabar olib turishlik, mehr-oqibat deyiladi-ku o'zbek tilida. Mana shu narsaga aytiladi. Demak, bu narsa rahmatni jalb qiluvchi narsa hisoblanar ekan. Rahmatni jalb qiluvchi. Va mana shu hadisda Ar-Rahman bo'lgan zot aytadiki, "Man wasalaka wasaltuhu va man qata'aka qata'tuhu." Kim mana shu silay rahimni bog'lasa, meni u bilan rahmatimni bog'layman, kim uzsa u bilan rahmatimni uzaman degan. Demak, silay rahim uzishlik rahmatdan uzilish degan. Ar-Rahmandan uzilish degan. Nauzubillahi min zalik. Va bu silay rahimdagi eng haqli bo'lgan kishilar bu ota-ona. Kim mana shu ota-onasiga rahm qilsa, rahm qilinadi. Kim ularga ikrom qilsa, Alloh ularni ikrom qiladi. Kim ularni xafa qilsa, Alloh ularni xafa qiladi. Kim ularni haqorat qilsa, Alloh ularni xor qiladi. Ya'ni bu narsa silay rahimdagi eng biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgani ota-ona. Alloh taolo oyatda nima dedi? Qarang, e'tibor bering. Waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati wa qul robbirhamhuma kama robbayani saghira. Ularga hokisorlik qanotlarini yoygin deyapti Alloh taolo. Rahmat bilan ularga hokisorlik qanotlarini yoygin va aytgin, Robbim, ular meni yoshligimda tarbiyalab o'stirib katta qilganlari kabi ularga rahm qilgin deb duo qilgin deyapti. Biz mana shu duoni qaytarishimiz kerak ekan. Demak, ota-onamiz uchun Allohdan rahm qilgin ularni deb duo qilishimiz kerak ekan. As-sabru alal bala. Demak, bu keyingisi baloda sabr qilishlik Allohning rahmatini jalb qiluvchi narsa deyildi. Bunga dalil va bashiris sabirin. Sabrlilarga xush xabar bergin dedi Alloh taolo. Ular kimlar desa, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Ular musibatga mubtalo bo'lsa, musibatlansa, aytishadiki, albatta biz Allohnikimiz va Allohning huzuriga qaytguvchimiz deydi. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma. Mana shularga Allohning salovatlari va rahmati deyiladi. Va man taqis sayyiati yawma idin faqad rahimta. Buni o'zi malaikalar aytgan, arshni ko'tarib turuvchi malaikalar mo'min bandalar uchun duo qiladi. Ular uchun istig'for etadi. Va Allohga ana shu duolardan biri zikr qilyaptiki, ularni sayyiatlaridan o'zing asragin. Ya'ni Alloh bir bandasini gunoh ma'siyatlardan saqlab qo'yishligi unga rahm qilish hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shu aytilyaptiki, kimni agar sen mana shu sayyiatlardan saqlab qo'ysang, dar haqiqat unga rahm qilsan deyapti. Biz o'zi mana duoda Allohumma g'firli varhamni deymiz. Ko'pincha yonma-yon keladi. Allohim gunohlarimni kechirgin
rahm qilgin menga deymiz a. Nima degani? Gunohlarimni kechir degani tushunarli. Rahm qilgin deganni ma'nosi yana bir gunohga tushib qo'yishlikdan asragin degan. Allohumma arhamni degan narsani ma'noni ichida meni gunohlardan o'zing asragin, gunohga tushib qo'yishimdan degan. Ya'ni kimni Alloh asrasa gunohdan, demak unga rahm qildi. Va oyatda oxirida Alloh taolo nima dedi? Va zalika huval fawzul azim. Mana shu haqiqiy buyuk muvaffaqiyat. Ya'ni Alloh bir bandasini agar kechirgan bo'lsa, haqiqiy muvaffaqiyat shu. O'z zotan bu dunyodagi eng buyuk muvaffaqiyat nima deyiladigan bo'lsa, Allohning mag'firatiga uchrab, jahannamdan uzoqlashtirilib, jannatga kirgan odam. Faman zuhziha anin nar va udkhilal jannata faqad faz. Kim agar jahannamdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilgan bo'lsa, mana shu odam haqiqiy baxtli odam, mana shu haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan odam deyiladi. Allohga bu ismlar bilan ibodat qilishning 3-ko'rinishi unga mana shu ismlar bilan duo qilishlik. Kim Allohning rahmatini haqiqiy tushunib, ta'lim olib, his qilish boshlasa, uni mana shu rahmatidan ko'proq umid qilish boshlaydi-da va unga ko'proq intiladi, ya'ni uni rahmatini jalb qiladigan amallarni qilib, uni rahmatini duolarda ko'proq so'raydi. Va qaysi ism bilan so'raydi? Ayni Ar-Rahman, Ar-Rahim ismi bilan so'raydi. Shuning uchun mana hadisda ham keladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Fatima onamizga bir duo o'rgatadilar. Bu duo ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullah va la takilni ila nafsi tarfat ayn. Ey al-hayy tirik bo'lgan, al-qayyum bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsa u bilan tirik bo'lgan. Seni rahmating bilan so'rayman. Seni rahmating bilan yalinib so'rayman. Meni barcha ishlarimni o'zing isloh qilgin. Meni o'z nafsimga bir soniyaga ham tashab qo'yma. Tarfat ayn degani ko'zimni bitta yumib ochishlik. Mana shu muddatga ham meni o'z holimga tashab qo'ymagin. Chunki men senga shu darajada ko'p muhtojman degan. Alloh o'zining rahmati bilan bir bandasini xos rahmati bilan o'rab olsa, bandasiga ana shu gunohlardan ham saqlar ekan, bandasini shunaqa bir shirkka tushib qolishligi, bandasini har xil bid'at xurofotlariga aralashib qolishligi, zalolatga ketib qolishidan Alloh muhofaza qilib turar ekan. Va Alloh taolo mu'minlarga bir duoni o'rgatdiki, Qur'onda Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Robbimiz bizlarni hidoyat qilganingdan keyin yo'lingni adashtirib qo'yma va bizga o'z huzuringdan rahmatingni ato qilgin. Sen al-Wahhab bo'lgan zotsan, ya'ni beruvchi bo'lgan zotda, ya'ni Alloh taolo. Alloh taolodan uni rahmatini so'raymiz. Alloh taolo bizni gunoh ma'siyatlardan muhofaza qilsin, zalolatga ketib qolishimizdan o'zi asrasin. Robbana atina min ladunka rahmah va hayyi lana min amrina rashada. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.